Mani shunchaki prosta ikki og'iz ehsonchi blogerga gaplarim bor edi. Jim turamiz, Agar gapiring javob. mani 100% eshitasan, 100%. Internetlarda shallaqlik qilmasdan, erkak kishi bo'lib turib, shallaqlik qilmasdan faqat mard bo'lib gaplashing. Bu bir. Agarda sen o'zing mani aybim yo'q deb hisoblaydigan bo'lsang, hali kungacha shunaqa hisoblayotgansan. Aybing bo'lmasa, sen bunda qotil bo'lmasang, jim o'tir. Biz o'zimizdan ishimizni professional darajada bajaramiz. Va biz va'da beramiz. Qotilni ham topamiz. Kerak bo'lsa, seni ham joyingni o'tkazamiz. Biz bu narsaga xalqqa va'da berganmiz. Aybing yo'qmi? Qotil emasmisan? Bo'ldi, seni bet hech kim qotilni olgan joy yo'q. Jim o'tir. Aralashma. Erkaklarning ishiga aralashma. Bizning ishimizga aralashma. Jim o'tir.